Salom do'stlar, sizlar bugun men Smolbey blogercha. Bugungi videomizda maktab birinchi qism o'zbek qo'llarimni yuvib kelay. Ana yuvdim. Endi ishga chiqamiz. Ishni yopamiz. Xullas, ketdik. Po'kam qolib ketibdi. Hozir olib kelaman. Ishni ochamiz. Turamiz. Po'kam hozir olib kelaman. Kitoblarim bilan olyapman. Hozir olaman. Ana oldim. Endi boraman. Qani maktabga ketdik. Mana bu skateboardda ketamiz. Hozir boramiz. Xullas, mana keldik. Endi qalaysa, yaxshimisa, zo'rmisa? Ketdik. Xullas, mana bu yerga kirsak. Odamlar kirib olishgan ekan. Yo'q, mayli. Mana bu yerga o'tiramiz biz. Qani? Ana dars tugadi. Ishga chiqib skateboardimga chiqishim kerak. Mana bunga chiqib olib, maktabni atrofini bir aylanib kelay. Chashma. Bu yerda nima bor? Mana bundan tushaychi.